To'rchi infeksiyasi afsona va haqiqatlar. To'rchi infeksiyasiga inson organizmida uchraydigan turli xil yo'llar bilan yuqadigan 70 dan ortiq kasalliklar kiradi. Eng asosiy va ko'p tekshiriladiganlari bu gerpes, ya'ni uchuq virusi, sitomegalovirus, xlamydiya, ureoplazma, taksoplazma, mikoplazma, rubella. Hozirgi kunda eng tekshiriladigan turlar bo'lib hisoblanadi. Tekshirganimizda hozirgi kunda ahamiyati yo'q deb aytib o'tib ketmoqchiman. Immunoglobulin G va immunoglobulin M shaklida, ya'ni immunoferment analizlariga tekshirish hozirgi kunda ahamiyatini yo'qotgan. Shuning uchun agar sizga to'rchi infeksiyasiga analiz topshirish tavsiya etilsa, albatta uni DNKsini aniqlaydigan PCR tekshiruvidan o'tishingizni maslahat beraman. Chunki faqatgina virusi DNKsi qonda aniqlansagina uni kasallik deb hisoblab va unga qarshi davolashimiz mumkin. Ko'pgina holatlarda kuzatiladi, immunoglobulin G chiqadi-yu, biz uni protivirusli dorilar bilan davolab yotamiz. Bu ishimiz juda ham katta xato bo'lib hisoblanadi. Immunoglobulin G bu organizmdagi o'sha infeksiyalardan qolgan immunitetni ko'rsatadigan holat bo'lib hisoblanadi. Asosan rubella haqida aytaman. Rubellaga, ya'ni bu qizilcha virusi, bunga nisbatan butun aholida emlash o'tkazilganligi uchun deyarli 90% ayollarimizda rubellaga pozitivni immunoglobulin G beradi. Ya'ni immunoglobulin G ni titri baland chiqadi. Shu sababdan ham holatni davolash katta xato hisoblanadi. Shuning uchun tavsiyam, agar sizga to'rchi infeksiyalariga analiz topshirish tavsiya etiladigan bo'lsa, albatta PCR analizi, ya'ni miqdorini aniqlaydigan, kolичественный va качественный sifatini aniqlaydigan analizlar tavsiya etaman. Ushbu videoni homilador tanishlaringizga yuborib qo'yinglar, chunki har bitta homiladorga 12 haftada to'rchi infeksiyalariga analiz topshirish tavsiya etiladi.